Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugungi videomizda yana shu orqamda uy taniyapsizlar. O birda birinchisi uyga qo'yaman. Xudo xohlasa bu uyda ancha o'zgarish kiritildi. Ya'ni ichi emas, tashqari muhitida ozgina o'zgarish kiritildi. Men qishlog'imdan shu joyga keldim. Albatta bugun qishlog'imizga ham borib video olaman. Jitlarman tanishdi. Bu uyda men 1-2 oy yashab qoldim. Shu uyda ko'rib turgan Kevin McAllisterlar uyi. Agar ko'rgan bo'lsanglar do'stlar, like, kommentariya hamda subscribe bosib qo'yasizlar. Obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Xudo xohlasa bu videomiz zo'r bo'ladi degan umiddaman. Shuning uchun bu videoni bu videosi haqiqiy kimligini bilasizlar. O'zingizlar mana kichkina kamera ham qo'yib qo'yishibdi. Kimligini bilmasanglar keyingi videoda aytib o'taman. Bitta kamera, ancha kamera qo'yishibdi. Hali ham Halloween tugamoq bo'ladi. Yangi yilni boshlash kerak edi. Amerikada boshlangan yangi yil o'sha. Bezatib qo'yibdi, hamma nasoratda ko'rganman. Hamma bezatib qo'yibdi, men mana вообще bezatish nimani bolalar aytdim. Yaxshi, keyingi videomizda shu yerda yangi yil archalarini ko'rasizlar. Juda ham chiroyli chiqadi bu yerda yangi yil. Agar mana hovlida yangi yil bo'lsa, hovlining ichida, beda yangi yil katta bo'ladi, chunki bu katta masha 1 gektar ekan. Mashagacha 1 gektar ekan o'sha yerda mashagacha. Hovli pun kattaligi. Mana kanalga o'xshaydi. Do'stlar, mana shu yerga nima qilganimni bilasizmi? Maydon o'tolmaymiz. Yashirin yo'l qildik. Rosh. Do'stlar, mana yo'l qildik, mana o'tadigan. Sezilmaydigan yo'l, mana sezilmaydigan yo'l. Hop, voy, молодец. Do'stlar, bu uyga hozir tepaga chiqishga yo'l qilinmadi, lekin uchib ko'rsatamaslar hozir. Jonli o'ynamayman, ya'ni jonli tarzda o'shaning uchun mana uy sharoit holati yaxshi qilib qo'yilgan. Mana polni qarang, pol. Buni ham yaxshi qurilgan. Mana daraxt o'zi отдельно yasalgan. Bu yo'l o'zida отдельно qisqacha gap bor. Qisqacha yasalgan, просто так. Qisqa o'zimiz yasaganmiz, u daraxtga bolalar, komandadagi bolalar bilan. Komandadagi bolalar bilan xudo oldin video qo'yardi agar eslasanglar, o'sha bolalar hali ham bor. O'sha bolalar bilan yaqinda video chiqadi. Xudo xohlasa kommentariyani like hamda like bilan obuna kuchaytirib tursanglar, like, obuna hamda prosmotr kuchaytirib tursanglar, sizlarga katta narsamiz bor. Video qo'yamiz o'ta katta. Bu yerda yangi yil nishonlaymiz ekan. Men shu yangi yil kuni video qo'yaman shu yerda agar kirsanglar. Yangi yil kuni ham shu yerda video qo'yaman do'stlar. Sizlarga o'tgan safar vaqtlarda 31-dekabr kuni ham video qo'yaman agar eslasanglar. Juda zo'r bo'lgan. Juda chiroyli chiqqan fasadi. Mana qarabga ham qilishimiz kerak, yashin eshigidan. U eshik agar qilish bilmasanglar, xudo xohlasa men sizlarga o'rgataman o'sha boshqatdan o'zim. Cho'tki qilib mana o'zimiz kichkina dalamiz. Cho'tki bo'ladi. Baravar. Endi bu ichiga kiradigan bo'lsak, albatta ichiga ham kiramiz. Mana ichirga mana sizlar bilan. Ikkinchi qavat sir bo'lib qoladi. Ikkinchi qavatini endi ko'rsatmayman, ikkinchi qavatini. Ikkinchi qavati xudo xohlasa keyingi videolarimizda bo'ladi. Mana oshxonalari bilan. Esasizlar, oshxonalar mana shunaqa qo'ygan. Mana bu yerda Kevinning oilasi o'zi o'tiradi. Mana amaki-bachchalari o'tirishardi. Agar esasizlar, cho'tki ishlab qo'yilgan. Mana nima chiqib turib desanglar, ichkari tashqari tomoni bor, o'sha yerda. Ikkinchi qavatini xudo xohlasa keng ko'rsatamiz. Yangi yilga tayyorlashimiz kerak hozir biz. Do'stlar, kanalga obuna bo'lishini kerak birinchi navbatda. Bu video qachon chiqadi, uni bilmayman. Shuning uchun kanalga obuna bo'lamiz. Like, subscribe tugmachasini bosib qo'yamiz. Obuna tugmasini, xo'pmi? Do'stlar, sizlar bilan ko'rishguncha keyingi videolarda albatta sizlar bilan Mars TV bo'ldi. Xayr.